YouTube platformasida kuzatib borayotgan obunachilar, bugun 5-may 2026-yil Vanderkot o'riklarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu qaranglar qo'shildi. 5-may erta indindan uzilish boshlanadi. Hurmatli obunachilar, 3 dollardan baraka bo'pti. Eng ertaki o'rik yil hazilakam to'g'ri bo'lmadi obunachilar. Bo'lganga ham baribir hosili bor. Bu qaranglar. Tuxumdek keladi. Mana obunachilar kaft to'ldi 2 donasiga. Buni yaqindan ko'rsatib boravering. Bu meva shunday voq qilishni ko'pchiligiga tavsiya qilamiz. Obunachilarga qaranglar, ko'chatlarini garantiyali o'zimiz ko'paytirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, olib kelavering. Yaqindan olib kelib ko'rsatavering. Hammasidan hosil bor. Eng oldilari pishdi bu o'rikda. Sotuvga chiqarib boshlanadi obunachilar. Mana yeb ham ko'rsatib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana 5-may o'rigimiz pishdi. Qani? Mazasi zo'r. Yaxshi. Eksport bo'lyapti mana. Obunachilar, qarang. Dehqon akamiz o'zi berib keldi mana. Noyabr oyidan ko'chatlariga hozirda o'zidan zakaz olishni boshladik. Shunaqa yirik o'riklar zakaz qilmoqchi bo'lsalaring, ko'chatlarini o'zimiz ko'paytirib qo'yganmiz. 91li 660 71 78 ga hozirdan zakaz qilib qo'yasizlar obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda doimiy faol bo'linglar.